Assalomu alaykum, hurmatli nuroniy otaxonlar, akaxonlar. Mana Hazrati Imom Buxoriy majmuasiga biz boryapmiz. Ana shunga bu kishining poyi qadamlariga shu aytadilar-ku, kunda jismim doimo shohista qilg'il tobaga, shul umid birla elib boshimni urdim ravzaga. Hazrat odam duosi bo'ldi ma'qul Kabaga. Pok bo'laylik gunohdan shul elib bu baqaga. Ravzai pokinga keldim yo Rasulim Mustafa. Bu hammamiz qabristonga boriblar, bu uxladi bu narsa o'sha eng ulug' joy, eng toza joy, eng bir bizani umrbod hayot joyimiz o'sha yer. Shunday ekan hammamiz mana bunday chiroyli davlatga, mana bunday chiroyli yurtga bizga e'tibor berib, bizani shunday anavilarga tashkil qilgan yurtboshimizga, hokimimizga, tuman hokimlariga, nuroniy jamiyatiga, hammasiga kattadan katta rahmat sizlar nomingizdan. Hammangiz sog' omon yuringlar, nabira chabira averalarni huzur holatini, kamolni rohatini ko'rib yashanglar. Insonga baxt ana shu nabira farzandlarni huzur holatini, kamolni ko'rish. Boshqa baxt eng katta ulug' narsa bizga shu. Doim sog' yuringlar, sog' omon bo'linglar.